Xabar berganimizdek, Toshkent shahridagi obyektlarning loyiha smeta hujjatlarini kelishish tartibiga o'zgartirish kiritilgan. Ushbu jarayon qanday amalga oshirilishi haqida hozirgi videorolik orqali ma'lumot berib o'tamiz. Hujjatni kelishish uchun buyurtmachi yoki loyihachi my.gov.uz saytiga kirib, sinov tartibida bo'limidan Toshkent shahridagi obyektlarning loyiha smeta hujjatlarini kelishish uchun ariza berishni tanlaydi. Shundan so'ng xizmatdan foydalanish va keyingisi bosiladi. Qo'shish tugmasi orqali loyihalanayotgan obyektda nechta bino bo'lsa, har birining qavati, qurilish hamda umumiy maydoni kiritiladi va saqlash tugmasi bosiladi. So'ngra jami binolar soni yoziladi. Loyihachining stiri yozilib to'ldirish tugmasi bosilganda uning ma'lumotlari avtomatik paydo bo'ladi. Shundan so'ng ketma-ketlikda obyekt turi belgilanib, qolgan qatorlar to'ldiriladi. Faylni tanlang tugmasi orqali loyiha smeta hujjatlari biriktiriladi va keyingisi bosiladi. Agar kiritilgan ma'lumotlar Toshkent shahrining bosh rejasiga mos kelsa, ariza avtomatik ravishda keyingi bosqichga o'tadi. Aksincha bo'lsa rad etiladi va ekranda aniq sababi ko'rsatiladi. Ariza keyingi bosqichga o'tganidan so'ng yuborish, hujjatlar tekshirilib, yana 2 marotaba yuborish tugmasi bosiladi. Bo'ldi. Endi bazaviy hisoblash miqdorining 45% miqdorida to'lovni amalga oshiring. Ariza 14 ish kunida ko'rib chiqiladi. Obyekt ma'lumotlarini kiritishda e'tiborli bo'ling. Masalan, 9 qavatli bino qurmoqchi bo'lib, tizimga 4 qavat deb kiritgan bo'lsangiz, sizga faqat 4 qavatgacha ruxsat beriladi. Undan baland qura olmaysiz.